bugun bizga bir noodatiy holatdagi bemorimiz murojaat qildi. Bemorimizni qisqachasidan tanishtirib o'tamiz. Angiografiya qilganimizda o'sha arteriyasini gipoplaziyasini uchratishimiz ham mumkin. Juda ham yupqa qonli deyarli qon miyaga yetib borayotgani yo'q. Keyingi simptomlarimizni qaraydigan bo'lsak, bu qarama-qarshi taraf chap tomonda ko'rishimiz mumkinki, stenoz qismini bu yerda kritisk stenoz deb ataymiz, kirish joyidan qisqarib qolgan. Xo'sh, bundan keyin bemorga operatsiya taklif qildik, ya'ni stentlash operatsiyasini taklif qildik. Bemorimizni yuragida ham ko'p muammolar bo'lgani uchun narkozsiz, ya'ni bemor bilan gaplashib, brigadada narkozsiz operatsiya qildik. Operatsiyadan keyingi natijalarimizni ham qaraydigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkinki, o'sha haligi qisilgan, ya'ni stenoz qismi to'lig'icha ochilib, qon aylanishi tiklandi bemorimizda. Hozirda bemorimiz palatalarida kecha operatsiya bo'lgan bo'lsa, bugun xudo xolisa uylariga javob beramiz.